Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Bugun biz 4-dars davomini davom ettiramiz. Ya'ni 5-dars bo'ladi. Va bu 5-darsimiz variable naming, ya'ni o'zgaruvchilarni nomlash tartibi. O'zgaruvchilarni nomlash bo'yicha bizning qoidalarimiz bor. Vaqtlar hamma narsani ham nomlab bo'lmaydi. Xohlaganimizdek nomlab bo'lmaydi. O'shaning uchun ham bu nafaqat faqat 5-dars, balki bu 4-darsning davomi deb tushunsangiz bo'ladi. Kelinglar qoidalarga o'tamiz. Men har doimgidek HTML, CSS va JavaScript fayllar tayyorlab qo'yganman va mana bu yerda bizda qonunlarimiz bor. Mana bizda 8 ta qonun bor ekan. O'shalarni birin-birin ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi qonunimiz o'zgaruvchilarni nomi harf yoki pastki chiziq yoki dollar belgisi bilan boshlanishi kerak. Keling, sizlarga ko'rsataman. Let yosh bo'lishi mumkin. 18 to'g'rimi? Yoki let bunaqasiga yosh bo'lishi mumkin. 18. Let bunaqasiga yosh bo'lishi mumkin. 18. Mana ko'rib turganlaringizda 3 xil usulda biz yozishimiz mumkin ekan. Demak, boshida nima qilishimiz mumkin ekan? Pastki chiziq bilan boshlanishi mumkin ekan yoki dollar belgisi bilan boshlanishi mumkin ekan. Biron bir harf bilan boshlanishi kerak. Iloji bo'lsa faqat harf bilan boshlab ketaveringlar. Bu narsalar juda kam ishlatiladi. Dollar belgisi yoki pastki chiziq bilan boshlanishi. Xo'p, o'zgaruvchi nomi raqam bilan boshlanmaydi. Bu demak bizda birinchi qonun edi. Ikkinchi qonunga o'tadigan bo'lsak, o'zgaruvchi hech qachon raqam bilan boshlanmaydi. U nima degani? Masalan, let deysiz, 8 teng 12 deya olmaysiz yoki 8a yoki bunaqa ayta olmaysiz. Har doim mana bu nom raqam bilan boshlanmasligi kerak. Tushunarli? Mana bu narsa xato bo'ladi. Masalan, 2007 deb qo'yishingiz mumkin yoki 2006 deb qo'yishingiz mumkin. To'g'rimi? Bunaqa raqam ko'rinishidagi nomlar yo'q. Bu tarzda qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun bu xato. Mana buni xato deb qo'yaman. O'zi pastki chiziq qo'yiladi. Demak, bu bizda xato ekan. Xatoligimiz qaydan bildik? Chunki agar mana buni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda o'sha qizil chiziq yozib qolyapti. Variable declaration not allowed at this location. Ko'ryapsizlar? Demak, bu tarzda yozsak bizda xato ko'rsatyapti. Hamma yer qip-qizil bo'lib qoldi. O'shaning uchun bu narsa xato hisoblanadi. O'zgaruvchi nomi raqam bilan boshlanmaydi. Xo'p, uchinchisiga o'tamiz. Nom ichida bo'sh joy ishlatib bo'lmaydi. Bu nima degani? Bu degani, siz masalan mana bu yerga ism familiya deb to'g'rimi? Ism familiya deb keta olmaysiz. Familiya deb keta olmaysiz. Tushunarli? Bu bitta so'z bo'lishi kerak. Xolos, bo'sh joy ishlatilmasin degani bu ikkita yoki undan ortiq so'z qilvormanglar nomda. U hammasi bitta katta so'z bo'lishi kerak. Xohlasanglar mana bu yerga qo'shib qo'yinglar degani. Lekin orasida bo'sh joy bo'lmasligi kerak. Tushunarli? Demak, nomlayotganimizda bo'sh joy, ya'ni space bo'lmasligi kerak. Maxsus belgilar va boshqalar ishlatilib bo'lmaydi. Demak, biron bir belgilarni nomlashda ishlatib bo'lmaydi. Biz nimalar ishlata olamiz? Biz pastki chiziq ishlata olamiz, maxsus belgilardan va dollar belgisini ishlata olamiz. Undov belgisi, kuchukcha belgisi, mana bu yerda rishotka, to'g'rimi? Hashtag ularni ishlatib bo'lmaydi. Mana sizlarga ko'rsataman xatoligini. User masalan bunaqa name teng 18 deb turamiz. Qarasak, name qismini nima deyapti? Xato deyapti. Bunaqasiga ishlatib bo'lmaydi. Xohlasangiz mana bu yerdan qo'ying. Bunaqa dollar belgisini unaqa belgi qo'yib qo'ying. Bu narsani ham ishlatib bo'lmaydi. Mana bunaqa qiling, bilinadi. Ko'ryapsizlar-a?
xato ko'rinayapti. O'shaning uchun maxsus belgilarda, ya'ni har xil bir har raqamdan tashqari boshqa belgilar bo'ladi-yu, nuqta. Nuqtani ham ishlatib bo'lmaydi. Shunday. Keyin JavaScript uni yopib qo'yaylik. Hammaga ko'rinarli bo'lsin. So'zlar sifatida ishlatib bo'lmaydi. Demak, JavaScriptda band so'zlarni nom sifatida ishlatib bo'lmaydi. JavaScriptda band yoki reserved so'zlarni ishlatib bo'lmaydi. U nima degani? Masalan, let deb letga nom qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? Mana bu o'zgaruvchiga nom qo'yishimiz kerak. Nomni const deb qo'ya olmaymiz. Letning nomini const deb qo'ya olmaymiz. Nimaga? Chunki const degan narsa JavaScriptda ishlatiladi kod sifatida. Shuning uchun JavaScriptdagi kodlarni nom sifatida ishlata olmaymiz. Masalan, function degan narsalar bor. Function. Mana shuni nom sifatida ishlata olmaymiz. Nimaga? Chunki function degan narsa bizda kod sifatida ishlatiladi. Bu nom emas. Demak, JavaScriptda band bo'lgan so'zlar, JavaScript o'ziga olib qo'ygan so'zlarni ishlatib bo'lmaydi. Masalan, let deb ham qo'ya olmaymiz. Letga let degan nom qo'ya olmaymiz. Va hokazo. Kelinglar buni o'qib qo'yaman. Bu narsa xato. Xato. Mana bu narsa ham xato. Agar bunaqa qilib qo'yaylik, o'rtaga belgi qo'yib qo'yaylik. Xato. Nomni ichida bo'sh joy tashlab bo'lmaydi. Mana shuni ham xato qilib qo'yishimiz kerak. Masalan, buni o'rniga bo'sh joy tashlab ketsak xato bo'ladi. Bo'ldi. Endi 6-siga o'tamiz. Odatda camel case uslubida ishlatiladi. Camel case uslubi nima? Camel case uslubi bu tuya uslubi bo'ladi. Nimaga tuya uslubi deyilyapti? Boya aytganimizda ikkita so'z kelib qolsa qaytib ishlatishimiz kerak degan savollar paydo bo'ladi. Ikkita so'z kelgan payti biz uni har bitta so'zning bosh harfini katta harfda yozib ketamiz. Keling, bitta namuna ko'rsataman. Let bunaqa qilamiz. Men O'zbekistonda yashayman deylik. Ko'ryapsizlar, har bitta yangi so'zning bosh harfi nima bo'lyapti? Kattada yozilyapti. Teng 12 deylik. Va masalan const faqat let qo'yavermaylik. Const I katta harf bilan love Uzbekistan. Alashdim. I love Uzbekistan. Teng 12. Mana. Ko'rib turganlaringizdek, har bitta so'zning bosh harfini katta harfda yozib ketish tavsiya etiladi. Ko'p odamlar JavaScriptda ko'p yildan beri ishlab kelayotgan odamlar hammasi mana shu uslubda foydalanadi. Camel case uslubida foydalanadi. Bu bitta uslub. Nomlash uslubi. Aynan shunaqa uslubda foydalanish kerak degan narsa yo'q, lekin tavsiya qilinadi. Xo'p, mana bu ham tavsiya qilinadi. 100% qilinishi kerak emas, lekin tavsiya qilinadi. Boshqa dasturchilar sizni kodingizni tushunishi uchun nomni ma'noli va tushunarli bo'lishi kerak. Demak, biron bir nom qo'yayotganingizda ma'noli va tushunarli bo'lishi kerak va iloji bo'lsa ingliz tilida nom qo'yib keting. Xo'pmi? O'zgaruvchi nomlari katta kichik harflardan sezgir. Xo'p, o'zgaruvchi nomlari katta kichik harflariga sezgir. Camel sensitive. Case sensitive. Xo'p, bu nima degani? Bu degani masalan let yosh dedik-ku buni. O'shani kopiya qilib olaylik, yo'qacha yo'q. Let yosh teng 12 ga. Yosh emas age deylik. Age teng 12 ga. Demak, birinchi o'rinda bir xil let yaratib bo'lmaydi. Agar sizda bitta age bo'lsa, ikkinchi age ni yaratib bo'lmaydi. Bu bir. Va ikkinchidan bizda mana bu age va
Mhm. Mana bu age har xil narsa. Demak, mana bu boshqa narsa. Bizga ma'no jihatdan bir xil bo'lishi mumkin. Biz bir xil o'qishimiz mumkin, lekin buni JavaScript har xil tushunadi. Har biri har xil narsa. Bu boshqa belgi, bu boshqa belgi deb tushunadi. O'shaning uchun bunaqa nomlasa bo'ladi. Ya'ni bitta so'zni takror nomlamoqchi bo'lsangiz, uni katta harfda kichkina, katta kichkina harflarda aytib ketishingiz mumkin, lekin nima qila olmaysiz? 2 marta yosh degan let ocholmaysiz. Mana shu qonuniyatlar. Mana shu 8 ta qonuniyatni tushunib olsangiz, siz bemalol o'zgaruvchilarni xatosiz nomlayverasiz. Tavsiyam faqat harflardan foydalaning va agar 2 ta 3 ta so'zlardan biriktirib bitta o'zgaruvchi yasamoqchi bo'lsangiz, bunaqa camel case'dan foydalaning. Bo'ldi. Shularni qilsangiz, mana bunaqa belgilar ishlatmasangiz, o'zingizga muammo orttirmaysiz. Bugungi darsimiz shu. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.